Ukalarni bori yaxshi ukalarni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akam biroz iltimos qildi. Akalarning iltimosi biz uchun yerda qolib ketmaydi hech qachon. Akalar borki biz bormiz. Qattaga olsa, o'zbekcha oldi, Oybeyda deydi. Maqallar manda qilmalar, unaqa o'zbekcha oldi Oybey deb. Nima qilasan? Turib qaytib kelasanlar Oybey deb? Yo'q, bitta go'rga olamiz, to'rmatda. To'rmatda aylanamiz. Azgingiz kimiga o'tiramiz. Mashina ichida 19 soat. Keyingi 20 ga to'lib, xudo xolisa. Ulash aka, tez bolalarni oldimga keladi, katta bo'ladi. Qiz ham tayyormi? Qiz tayyor. Uydalari za bo'lsa bo'ldi. oyim bilan adam yordamchi bo'ladi. Biz o'ylamaganmiz 19 yoshimizda unaqa gaplarni borib. Endi misol ota-onam ham misol yoshlar o'tishyapti. Qarab, xizmatligini qilib, vaqtida olinib O'zingizga ham oladi. xizmatda. Bun onaxon nima kerak deyman, nari bitta ishlaydi bog'chada. Mana qanaqa? Bu shunday bolalarni. Brachka aylanmam seni. Seriozniy. O'zimiz yerish bilan ishlaymiz. Bo'pti, ham nima urishdilaring? Qo'ling uribsan. Qizni deb urgan bo'lsang, xoyna qo'yganda. Ha, bilsan, jon kuydirayotganini bilsanmi? Nimadan urish chiqdi? Hurmat qilmaydi. Mendagi bola kimlar qizini bermaydi aka? Manaqa chiroyli bola kimlar qizini bermaydi? Uni gips bilan erta video qo'yib qo'yadi ona. Ha. Sajomach tanishlaring-ku. Nega? Qovun chiqarib olishga. Miyasidagi-mi? Keyingi uylanmoqchi ekan. Keyingi bilamoqchiman. Sekin to'yga o'tirdi keyingi. O'zim aytib qo'yaman qachonligini. Aka, faqat paxat qilib ishlaymiz keyin. Kim uchun? Xotin bola chaqam oilam uchun deyman. Ko'chaga chiqishlik kamroq bo'ladi-ki, Oybeyga, Sibirga borish kamroq bo'ladi. O'shani cho'nchaga uramiz-da, uyga olib kiramiz-ki. Xotin kelsa baraka keladi deganlaridek. 26 yoshimda ham o'ylab ko'rmagan o'shani. Qiz erga tegayotganini biladimi ish qilib? Ha. To'ydan keyin nima qilasanlar? To'ydan keyinmi Asaloyga o'tamiz. Ya, to'ydan keyin bilasan nima qiladi bular? Faqat meshmay xuddi keyin. Ya aka, tuxum olishni biladi, ovqat-maqat qilishni biladi. Voy, mana onamlar bor, o'rgatadilar. Qarmog'imda aka, qilma degan ishimni qilmaydi, qil degan ishimni qiladi. Mana oilaga salomni qo'ygan, san bo'ldi deydi. Shunday telefonni gnomkaga qo'yadi. Onajon, xo'jaganimizga salomni oldi deydi. Uxlay qolmayli, bugun kech bo'ldi. Ya, uxlamayman aka. Yotamas, patrulga qarab sevishib. Dadosh. Xonashim nima qilyapsan? Ertalab telefon qiladi, aka uyg'otadi. Turing, ishingizga chiqing, yo'qlik tursa baraka keladi. Aka, Allohga omonatsiz aka. Nomeri bilasiz aka, bir telefon. Bir tushib olmaydi telefoningga, bir tayning yo'q bor. Sen nomeri bor kamiga. Yaxshi dedi, ko'rishib, yaxshi tomon uraylik. Haligacha ushlagan, duoga salom qo'yaylik. Yoningizda sog'sin, charchab qolmang. Xo'p. Kutadi mani onam